O'zbekiston milliy terma jamoasida ichki nizo. Kim aybdor, murabbiy yoki yetakchi? Assalomu alaykum qadrli futbol ishqibozlari. Bu videodan so'ng ehtimol ko'pchilik menga nisbatan tanqidiy fikrlarni kommentariyada qoldirar. Lekin shirinlik ko'p iste'mol qilinsa, me'daga teggani kabi, so'nggi 2 turda terma jamoamiz atrofida biroz ortiqcha maqtovlar ko'payib ketgandek. Bu videoni esa shirinlikdan aziyat chekayotganlar yaxshi tushunishadi. Balans bo'lishi shart. Biz boshladik. Sizdan bir dona like. 2025-yil O'zbekiston va Qirg'iz Respublikasi bilan o'yinning 24-daqiqasida Datseyev qizil kartochka olib maydonni tark etdi. Bu vaziyatni ba'zi bir futbolchilar ko'rmay qolganligi tabiiy holat. Tashqaridan biroz g'alati tuyulishi mumkin, lekin maydon ichida diqqat boshqa tomonda bo'lish ehtimoli yuqori. Ayniqsa, penaltisi bor bo'lgan qizil kartochka bo'lsa. O'yin tugagach, Jaloliddin Masharipov 90 minut podkastiga bordi va hammasi shu yerdan boshlandi. Jalolning so'zlari: "Men birinchi taymda qizil bo'lganligini 88-daqiqada zaxiraga olingach Hojimatdan eshitdim. Hojimat aytdiki, yaxshi ham qizil bergani, bizda shans ko'paydi degandan so'ng xabar topdim. O'yin tugagach kiyim almashtirish xonasida Eldorga shu savolni berdim. Sen ko'rdingmi? Hakam qizil beribdi." Eldor hayron bo'ldi va "Kim qizil oldi?" deb so'ragan, dedi Masharipov. Podkast a'zolaridan biri so'radi: "Nahotki murabbiy taktik o'zgarishlar haqida futbolchilarni tanaffus paytida ogohlantirmadi?" Jalol javob berdi: "Bo'lishi mumkin. Temur aka nimalarnidir futbolchilarga tushuntirayotgan edi. Ba'zi futbolchilar boshqa yumushlar bilan band, shu jumladan o'zim ham. Shuning uchun eshitmay qolgan bo'lishim mumkin", dedi Masharipov. Shu haftaning o'zida yetarlicha shov-shuvlarga sababchi bo'ldi bu podkast. Oradan bir hafta o'tib, Eron safaridan qaytgach, milliy terma jamoamiz bosh murabbiyi aynan shu podkastga taklif qilindi va Temur Kapadze savollarga javob berdi. "Men uchun nomlar muhim emas, o'yin kerak, saviya kerak. O'sha kungi sport formasi kerak. Nomlar o'z yo'liga, yoshi mutlaqo ahamiyatsiz. 17 yosh bo'ladimi, 35 bo'ladimi? Shu kuni kim tayyor bo'lsa, maydonga o'sha tushadi." Jaloliddinning qizil kartochka haqidagi gapiga nima deysiz? Ha, u vaziyatmi? Boshida hazil deb o'yladim. Keyin esa hazil bo'lsa-da, professional futbolchi uchun bunaqa gaplarni gapirish men uchun erish tuyuldi. Professional bo'lish faqat maydonda emas, uning tashqarisida ham sezilishi kerak. Do'stlar, omad silkasini izlayotgan bo'lsangiz, marhamat qilib kommentariyadagi Telegram kanaliga o'tib qo'shiling va u yerdan bemalol istalgancha ma'lumotlarni olishingiz mumkin. 10 million so'm bonus sizni kutib turibdi. Omad, foydalanib qoling. Shu podkastni eshitgach, Abbosdan va yana 1-2 yigitlardan shu haqida so'radim. Ular hayron qolishdi. Aynan shu mazmundagi so'zlarni ishlatdi Kapadze. Men Kapadzeni ayblamoqchi emasman, lekin yaqinda Braziliya terma jamoasi va Barselona klubi a'zosi Rafinyada shunga o'xshash vaziyat kuzatildi. Argentina futbolchilarini o'yindan oldin podkastda haqorat qilib, o'yin davomida juda ko'p pushaymon bo'lib, klubiga qaytgan Rafinya bosim ostida qoldi. Real Betisga qarshi o'yinda o'z sheriklari va raqib futbolchilariga baqirib berdi. O'yindan keyin Hansi Flick matbuot anjumanida Rafinya menga baqirdi deya butun bosimni futbolchidan yechib tashladi. Evaziga keyingi turda Rafinyaning o'ziga qaytib olganligi evaziga Barselona Leganes ustidan g'alabaga erishdi. Men bu videoni chiqarmasdim balkim. Qachonki Akmal Shorahmedovning Qalampir.uz saytiga bergan intervyusini ko'rmagunimcha. Meni shubhalarimni 100% tasdiqlagan intervyudan ba'zi kerakli so'zlarni keltirsam. Srechko Katanes ajoyib murabbiy edi. U deyarli 90% ishni bajarib bo'ldi. U jamoani qabul qilib olgach, qilgan eng katta ishi birdamlikni mustahkamlagani edi. Klubdan farqli jihati terma jamoada birdamlik juda muhim. O'zingiz o'ylang, top 5 da o'ynab kelgan futbolchiga nimani o'rgatish mumkin? Hech narsani. Abbos, Eldor, Husanovlar yetarlicha tajriba to'plamoqda.
Ular termaga qaytganlarida esa birdamlik ularni kuchliroq qiladi, dedi Akmal Shorahmedov. Podkastlar ko'payayotgan bir zamonda terma jamoamiz ichidagi nizo ochiqcha aytilmayotgan bo'lsa-da, atrofdagi kuzatib borayotgan muxlislarga yaqqol sezilmoqda. Oldinda muhim o'yin 5-iyun kuni Birlashgan Arab Amirliklari mehmoni bo'lamiz. Umid qilamizki, yig'in boshlanganda ko'z-ko'zga tushib, eski nizo tiklanmaydi. Muxlislar o'z suyuklilarini qo'llab-quvvatlab, bosimlarni yengib o'tishda yordam beradi. Oldingi videoda aytganimdek, Birlashgan Arab Amirliklari bosh murabbiyi iste'foga chiqarilgan. O'rniga turli nomzodlar ko'rib chiqilmoqda. Birlashgan Arab Amirliklari futbol assotsiatsiyasi kutilmagan surpriz tayyorlamoqchi. Timur Kapadze esa allaqachon 5 ta turli podkastlarda qatnashishga ulgurdi. Buning yomon tarafi yo'q, lekin hammasi hal bo'lmay turib, murabbiy o'zining xarakterini oshkor qilmagani ma'qulroq variant. Srechko Katanes bu borada ancha tajribaga ega edi. Balkim shuning uchun ham uni juda ko'p jurnalistlar yoqtirishmasdi. Bilib bo'ladimi, futbolchilarni lab harakatidan qaysi so'zlarni ishlatayotganligini o'qib olinadigan zamonda intervyular raqiblarga faqat foyda keltirishi mumkin. Jahon chempionatida 2026 ga Osiyo uchun 8 plus limiti berilgach, biz oldin ham munosib ekanligimizni isbotlashning yagona yo'li muddatidan oldin mundial yo'llanmasini naqd qilish. 5-iyun kuni Birlashgan Arab Amirliklaridan 3 ochko bilan ortga qaytamiz va barchasi unutiladi. Olg'a yigitlar. Ha, aytgancha, bugun bizda 17 ochko bor. Shu ochkolarni to'plashda har bir futbolchining hissasi bor. Hamma birdek hissa qo'shgan, hattoki siz ham.